Hozirgi kunda Toshkent shahrida 3 xonali uyga talab kuchayganligi sababli bugun Yangihayot tumani 9-hududdan 3 xona sizlarga yoqadigan uyimizni topib qo'ydik. Skvazniy holatda 85 kvadrat metr yevro remont qilingan, barcha mebel texnikalari uyda qoladi. Uyimizning narxi 74.500 dollar. Hozir shu uyimizni sizlarga obzor qilib beraman. Obzorni boshladik. Kiraverish asosiy eshigimizni kirgandan keyin katta manga o'xshagan prixoshkani ko'rishingiz mumkin. Uyimizning sanzilari ham razdelli holatda o'ng qo'lda zalimizda joylashgan. Shundoq kiradigan bo'lsak, katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Pardalargacha qilib qo'yilgan. Barcha mebel texnikalari uyda qoladi. Zalda ko'ringizlar kattaligini, kullerlari ham bor. Bu tomonda bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Barcha mebellar, ya'ni bunga o'xshagan kravatlar qilib qo'yilgan. Dars qilish uchun stol и yo'da shkaflar ham bor. Bu yo'dan o'tganda kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Mebel texnikalar hammasi uyda qoladi. Konditsionerlari ham bor. Bu tomonda katta narujniy balkonni ham ko'rishingiz mumkin. Yuqoridan atmosferani chiroyli ko'rinishini qaranglar. Havosi toza mahalla. Bu tomonda ayollarning sevimli xonasi, ya'ni kuxnyamizni ko'rishingiz mumkin. Akrildan kuxnya mebellari qilib qo'yilgan, duv konturli kotyol bor, issiqlik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. Uyimiz topli pol ham qilingan, rushotkalari qilib qo'yilgan. Skvazniy holatda bu yoqda menga o'xshagan o'tirib choy uchun stol-stullari bor, ya'ni myak uголоклari, холодильник, hamma narsa bor uyda. Shundoq kelib kirib yashash uchun menga o'xshagan keng katta prixoshkasi uyimizni yanada fayzliroq qilib ko'rsatadi. Bu tomonda sanzelni ko'rishingiz mumkin. E'tibor berasizlar, juda ham katta holatda tapatalka kafelar qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa sanzel razdelni, ya'ni vanna alohida holatda joylashgan. Bemalol kirish mashinalari ham shu yerda joylashgan. Uyimizda 85 kvadrat metr, 16 etajli domni 13-qavatda joylashgan. Skvazniy holatda shundoq kelib kirib yashash uchun tayyor xonadon. Agarda uyimizning narxi, uyimizga arzisi, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.